To'nlab o'lgan ko'chalarda umid uzma aziz xalqim, umid uzma ey ana yurt. Biz atlandık bu kurashga, o'yil tashdek uyushib. Allah berse bu nusretni, bizgilerimiz sep bulup, zalimlarni yığlatgudek, Uğuz gibi küçlük bulup, lepildeydi asminanda, göz çaknitip şu günü. Ay yıldızlık gök bayrağım, ey ana makam. Ay yıldızlık gök bayrağım. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qanday yaxshi bo'linglarmi? Bugun yana bir ko'rish fursat bo'lib qoldi. Bugun yanala qimmatli qarindishimiz Kuzat Altay bilan suhbat qiladigan bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimi Kuzat Bey? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday qarindishim, yaxshimisan? Ovozim kelyaptimi? Ovozing kelyapti. Mening ovozimchi? Herhalde kelyapti. O'zingchi yaxshi turdingmi? Yaxshi o'zingchi. Yaxshi, alhamdulillah. İşlavatıma. Birincisi haftada 6-7 gün işlemaganman. 6-7 gün kunda 12, 13, 14 saat işlayman, ba'zi uyda ketib ishlayman. Aran? Ayrim bir suhbatga tayyorlik qilib, o 3 gün, 5 gün o'ylanib qilgan ish yo'q. Bunun ustiga men normalda yurakdan gap qilib o'ynab qolibman. Chunki harakat so'z suhbatning nimasi balkim bek tayyorlik bilan chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin mayli, shunda bo'lsin. Ko'nglimizga kim gapni qilsa qildi. Tamam. O'kandagi suhbatda ba'zi qarindoshlarimiz menga xafa bo'lib qopti. Kuzatqinda qattiq gap qilsizlar. Qarindoshlar uni qasdanlik shu shaklda deyilgan, u shouning, nima deymiz? U shouning sufti shu shaklda emasmi? Salayati ashda qattiqroq bo'lmasa, kuzatishimiz asosiyatdan o'xshash kallada o'xshash tarafda, ya'ni u yerda dalqin gapni to'g'ri tushuninglar. Okey, bugun o'tgan qitimliq suhbat to'g'ri bir gap o'taymi? Mayli. Suhbatning boshida qo'yamdi. Bularga masalan BBC'da hard talk, ya'ni eg'ir savol so'rash eng yaxshi nimalar? Riyosatchilar eg'ir savol so'raydi shu. Masalan, opang Xitoymi deb so'rasangmi, masalan, menga deydigan misan? O'sha savollarni so'rash kerak, so'ray olish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, nimada ko'p qolmaslik kerak? O'tganda masalan Istiqlol TV'da chiqdi. Uçuk aşkara. Mening uzamning tuqqanlarim tusa, anam tusa, ocham tusa, ularga boshqa vatandoshlik qilmay sening adamingga o'yramdim. Desa, xato tushunib qolmisiz, unda demis deb, yo'q deb. Oyada riyosatchi ani chapan yetma deb, bunda ishlava dedim. Shuni bizim yerda bir o'rnak o'tirib qo'yishimiz kerak, eg'ir savollarni so'rashimiz kerak. Masalan, ay so'radi bolalar, aykun avtin deb maktabni chiqaryapti. Deb masalan bir maqola yozdim men to'g'riliq. Bunda gaplar bor masalan-chi. So'raygan qanday savollar bo'lsa. Subhanallah. Ya'ni o zaman mesela o'tganki shu istiqoldagi suhbat bir xil BBC soft talk bo'ldi-da. Biz o soft talklarni beklesh kerak ketmaymiz. Bu sandanning kanallariga chiqadigan oliylari tuman ming yil yashasin deydigan rasmiylam chapan ipish, qo'ygan xatosini aqlash, hudud surat oldiga chiqib qilishning boshqa bir ish emas bu-chi. Mesela u yerdagi bir qiziq nuqta, masalan, o suhbatlardan keyin hesabda bizni masalan, asli bu temlar boshlamaydi, vatan to'g'ri boshlaydi. Boshda vatanga qaytilaydi. Tamam. Vatan hozir vatanimiz Sharq Turkistonga qaytilay boshda, chunki eng muhim masala. Vatanimiz Uyg'uristonga qaytildi. Shuni bilan hozir eng yig'i uchur, masalan, Xitoy Yevropadagi kuzatuvchilarni kirgizamish. Bunun qanday qaraysa birinchi bo'lib, andan keyin ikkinchisi
Xitoy tunigun birinchi qitim shu har yili 2014-yilning yoqi biz 1.3 million insonni tarbiyalayapmiz deyapti-da. Mesela 5-6 yil tarbiyalash jarayonida demak 6-7 belki 8 millionga yaqin insonlarni tarbiyalayotgan bo'lsa, Xitoy nüfusiga qarta Uyg'urlar aran 11 million. Demak, asosiyatan butun Uyg'urlar tarbiyalab chiqdi degan gapda, lekin nurg'unlari turmida chiqqanimi yo'q masalan ba'zilari. Mening ko'z qarashim bunda. Birinchisi masalan biz buningga tavall qilib uzun bo'lib ketdi. Masalan 2018-yili men Yevropa parlamentida tunji qitim so'zlagan nutqimda Xitoy o'zining chegarasini ichib, chunki Xitoyda information, ya'ni uchurlar intayin qattiq qamal qilingan. Shimoliy Koreya degan bir davlat, bizning vatanimiz Sharq Turkistondan uchur kirmaydi, uchur chiqmaydi. Biz videolar bilan isbotlayolmaymiz buni. Shuning uchun xalqaro kuzatuvchilarga yo'l ochish kerak deb men o'zimniki Yevropa parlamentidagi nutqimda 2018-yili buni degandim. 2019-yili o'tgan yili men Jenvaga berib Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi nutqimda men o'zinglar bilgandek shu chiqib masalan bir 10 minut so'zlik qildim-ku, men boshqa so'zlarimni ularga ibtol qo'yib so'zga qo'ymashni qilib ketgan. Shu vaqtda menga berilgan 1 minut vaqtning ichida eng muhim so'zlarimning birisi xalqaro jamiyatdan vatanimizga mustaqil kuzatuvchilar berish kerak deb degan bu ishga. Uchinchisi bizning yon tarafda qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkilotimizdagi bizniki panel deymiz endi. Ayrim panel ishni shu YouTube'ga chiqarib qo'ygan bolalar biladi, Facebook'larga. Ela Xitoy isboting bormi degan vaqtida isbot sen agar yushog'idek bir narsa bo'lmasa, haqiqatan shu Uyg'urlar shunda xo'shal-xo'ram bo'lsa, biz nima deb urug' tuqqanlarimizga telefon qila olmaymiz? Uyg'urlar nima deb pasportini olib xalqaroda xotirjam sayohat qila olmaydi? Nima deb sizlar u yerni qamal qilib olsa? Agar sizlar degandek vatanimizda Uyg'urlar intayin xo'shal bo'lgan bo'lsa, ichinglar chiqaramani? Xalqaro jamiyat kirsin, BBC bo'lsin, CNN bo'lsin, Fox News bo'lsin, dunyodagi cho'ng xalqaro tashkilotlar berib ko'rib, Uyg'urlarningki xo'shalligini, baxtga yashayotganligini dunyo bizga desin. Ondan keyin men yog'anchilar ochalamsa chegirani, ochamsa desam, men hukumat emas deb turib oldigina bezirib. Hamda bu ayni vaqtda oshmay turgandan bugun nima deb ochadigan yerga keldi degan savolni so'rash kerak. Nima deb hozir ochadigan bo'lib qoldi? Xitoy 2018 ochmadi, 2019 ochmadi, 2020-yilda kelgan vaqtida nima deb ochmadi degan so'rgan vaqtimda mening o'ylagan narsam mana bu. Bizningki mana bu kichik vaqtimizda ko'rgan Yugoslaviyaning bir kinosi bor. Adoslar xayri xo'sh deydigan. Ko'rikning kinosi-chi, ko'rik portlatadigan. Bu Nazilar kimdan naytı bir muhim bir körük var, stratejik körük. Bu körükün bir injeneri var. Şu körükni portlatmasa Nazilar karıştırıp ötüp, karıştırıp işgal kıldı da endi. Şu vaqtdagi tanklar bu narsalar. Şunu bu körükni portlatish kerak Yugoslaviyaniki mustaqillik uchun. Ammo shu yerda o körükni berib bilan tosh, tuproq bilan, palto shayda bilan chanamaydi bular. Shu körükni portlatish uchun shuningki intayin muhim nuqtalarga, intayin belgilangan bir nuqtalarga bomba qo'yish kerak. Şunun o'rnini faqat bir injenerlar shu körükni yasagan odamdan bildi. Demak shu odamni qutuldirib akilib, shu yerga berib, shu nuqtaga qo'ydi bombani-chi. Demak, har qanday bir narsaniki bir ulug' va shu ulug' urish kerak. Biz masalan Sharq Turkistonga mustaqillik deymiz, namoyish qilamiz, guvohlik beramiz, intayin muhim ishlar bular. Ammo bularning ichidagi eng muhim masala bizningki bo'libmi 2020-yildan boshlab Xitoy kompartiyasiga, Xitoy davlatiga qaratilgan iqtisodiy urush. Xitoy hech qanday inson haqlari, dunyoviy bismlarga ta iqtisodiy urush boshlanmay turib bir qadamni orqaga chekinmadi. Qachonki xalqaro jamiyat Xitoydan jazo lageridan ishlab chiqqan bolalarni olmaymiz degan vaqtda, qachonki Amerika iqtisodiy jihatdan Xitoydan gelinsiga tam ustagan vaqtda, qachonki Adidas, Apple, mushundaq cho'ng shirkatlar biz Xitoydagi mushundaq Uyg'urlarni qul qilib ishlatayotgan, bo'libmi jazo lagerida ishlayotgan Uyg'urlarni ishlab chiqilgan mollarni olmaymiz degan vaqtda Xitoyning pisi qirdi. 1,5 milliard Xitoyni boqolmaslik, iqtisodiy jihatdan bayram bo'lish, Xitoyni Sovetlar ittifoqi yemirilgandek bir pay o'q o'tmay yemirilish ehtimolligi bor. Demak, hozir Xitoyga, masalan, Uyg'urlarga men shuni demoqchi. Biz Xitoyga qarshi qilingan butun bizningki milliy inqilobimizda eng oldingi hisobda Xitoyga qaratilgan iqtisodiy urush bo'lish kerak. Har qanday yerda Xitoy milliga qarshi, xuddi Xitoy millini ko'rsa, apimizga og'zingga bir gap qo'ydi. Apimizni, sonimizni mushundaq dafsanda qilayotgan Xitoydan ko'rgandek, mushundaq peylir tuklari, mushundaq tikan bo'lish kerak. Xitoy milliga qarshi, Xitoy shirkatlariga qarshi boyqut qilish kerak. Adidas, H&M, Zara qatorli shirkatlarga to'xtamay xat yozib,
to'xtamay email qilib, masalan, hozirgi Uyg'ur Amerika birlashmasiniki eng muhim xizmatlaridan birisi Xitoyga iqtisodiy zarba berish uchun imkoniyati hozir. Masalan-chu, shuna o'xshash butun dunyodagi Uyg'urlar Xitoy miliga qarshi kurash qilgan vaqtda, Xitoyga boradigan pul to'xtagan vaqtda, Xitoy tanklarga ishlatadigan benzinlarni ololmagan vaqtda, askarlarga beradigan tomoqni berolmagan vaqtda xalqaro jamiyatni nimishqa Xitoyning gapini anglaydi? Xalqaro jamiyat nima deb Xitoyning aqsini yuguradi? Pul. Xitoyning pulini ketsak, ona manasini ko'zga ko'ksimiz. Ey Uyg'ur xalqi. Shunga hozir machigrani ichib, ko'ringlar Uyg'urlar baxo'shal deb Hollywooddagi studiyada bir yasab, Uyg'urlarni Vomishinjan Xaltifanya deb naqsh etkizib, usul yaratmoqchi bular. Chunki iqtisodiy jihatdan pensiya qirdi. Buni davom qilish kerak. Iqtisodiy urushga butun kuch bilan davom qilish kerak. Bugun men Sean Roberts yangi bir kitob chiqaribdi. Haqiqatan bek yaxshi kitob. Har qanday bir chet ellik bir Uyg'ur masalasi nima, Uyg'ur nima, bularga nima bo'lyapti degancha ash kitobni tutqizib qo'ysanglar, butun ash o'qib chiqsa, haqiqatan butun savolga javob topadi. Hatto ashning ichidami birdan-bir masalan o Janubiy Afrikani misol beribdi-ku, shu 80lar 90larda apartheid aqtalliklar qartalliklar boshqarayotgan chog'da shu dunyodagi xalq shu South Afrikani boykot qilgandan keyin anondan keyin shu yerda bir o'zgarishlar yuz beribdi-ku. U hatto Amerikaning qonunlari u bular tayinliqga birdan-bir o'sha odamning kitobida nima uchun Amerikaning Xitoyga qarshi qilgan bu Uyg'ur da'vosi ahmoqotir deyotgan ashning javobi bor ekan-ku. Çünkü asosiyatdan Amerika ve ularning yondoshlari mushu asrning beshida ular hozir inson haqlari Xitoyga qarshi inson haqlari Uyg'urlarga bermamsa degandan keyin Xitoy qo'pib va dunyomi qo'pib, musulmon davlatlarmi qo'pib, Amerika sen bu asrning beshida sen nima kunlarni musulmonlarga o'zinglar qilgan ishni nimishqa boshqa tayansizlar deb shuningga Uyg'urlarning masalasini Amerika ko'tarib chiqishni Amerikani hozirgacha samimiy ko'mayotganini mavu doktor qo'rqmay o'tirib qo'ydi. Shuningga yaxshi bir suhbat bo'ldi. Mana bir kitobni tavsiya qilaman. Hamda A tarafi, ma tarafida yana musulmon dunyosiningki intayin hamda xor durumi va ahvoli bor, vaziyati bor. Azroq pul va sizlik degan. Masalan, Qur'oni Karimda Allohning oyatlarini ozgina pulga sotmanglar degan oyatlar bor masalan. Bu Müslümanlar qanday desa, Allah'ın ayetlerini satmanlar, ey Yahudi ve Nasaralar, Allah'ın ayetleri, Kur'an-ı Kerim Müslümanlara düşürüldü. Okuşumuz gerek. Kur'an'ın ayetini satmanlar desa, birinci biz özümüz gelişimiz gerek. Mesela ayette ekrana çıkıp, elbette biz uruk tıkallarımızı başlı verimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ba'da, demek ayette azgını bir menfaat için sahneye çıkıp, minglarca insanın aldıda Kur'an-ı Kerim'den ayetini naql keltirib, o'zining qilayotgan jinoyatini mundaq yepishdak shundaq ishlarga qilmanglar dedi Qur'oni Karim. Hozir butun islom dunyosida bo'libmi? Mushu diktator rahbarlarda shundaq ishlar mavjud. Bular qanday ishlar? Xitoyning pulusiga setlik qilgan ishlar mavjud. Bu nuqullam Amerikaningki O'rta Sharqda oshgan urushlarining qaynaqlangan yoki bo'lsa manbalangan bir masala emas. Bu ikkili tarafda bor bu ish. Bu hammani Amerikaga otib qo'yilmaydi. Musulmon dunyosiningki hozirgi şu 200'lümçilik ahvolimi ait ig'ir. Shunga musulmon dunyosini uyg'otish kerak. O temani chiqarishimning sababi hozir Xitoyning propagandasiga haq ishni ketib bordi emasmi? Shuningga shu sababdan ishni ketib bordi. Chunki Amerika o'zi shu jinoiy qilmishlarni o'tkazgandan keyin bir qanday so'rabdi, qaysi kitob deganda mush kitob shu. Hozir Kindle bilan $10 bilan ag'i bo'ldi yoki bo'lmasa kitobning o'zini olaman desangiz Amazonda $30 sotilib yotibdi qarindoshlar. Mushuni bir deb qo'yay aziz qarindoshlarimiz va bu Amerikadagi va Kanadadagi qarindoshlarimiz mushu oldimizdagi hafta Sean Roberts bilan Uyg'ur Amerika birlashmasiniki bir muhim bir faoliyatini tanqilmoqchi. Shu faoliyatini bizningki Uyg'ur Amerika birlashmasiniki Facebook sayfasiga kirsa, shu yerda bor, shuni kirsin, tizimlasin faoliyatiga bu bir. Ikkinchisi yine de qanday bizga qilgan ishlarni qilmaydi. Voy Arslan Bey, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Deplam yo'qolib ketgan bo'lib, Alloh rozi bo'lsin, tamam, eyvallah, Alloh rozi bo'lsin. Ammo undan keyin bir harakat qilish kerak. Bir lagmanning pulsidan kechib $10 shu kitobni seta olaylik aziz qarindoshlar. Sean Roberts degan odam kecha kunduz o'tirib Uyg'urlar uchun ishlayotgan bir odam. O kitobni biz seta olmasak, o kitob setilmasa, bozor kasat bo'lsa,
bizning Uyg'urlarning davosini qasab qildi degan gap. Yer sharida Uyg'urdek ojiz bir millatning kitobini ko'tarib, men bu dardni yozadigan qancha yozuvchi bor, hammasi Xitoyga bulbul bo'lib sayrab turdi. Bizdek ojiz millatga, ojiz, tashlangan, so'qilgan, urilgan, buning pushqaq qolgan millatga, insonlarga hech kim aldirab qo'l uzatmaydi. Bichora odamlarga hech kim aldirab qo'l uzatmaydi. Hammadan kuchli odamlar bilan, boy odamlar bilan, chirik parxo'r odamlardan qishib turish qamroq. Ammo ojiz odamlarni qishib tura olishinglar aşı bek mühim. Demek Sean Roberts'dek bir mühim bir insanınki yazgan kitabını ben bütün dünyadaki Uygurlarning setilishini ümit qilaman. Çünkü bunu özününki şahsi menfaat için yazmadı bunu. O adamınki o başkalarga o'xshash vatandaşlık setib olmadılar algan pulsi yok. Şuna aşı adamning kitabını setib olsanglar halal emlik bilan kecha kunduz Shamdan yorug'da o'tirib yazgan kitaplarını setib olsak anandiki uyning kirasini shunda to'laydi o adam. Şuna kitapni kang setib olinglar. Hatta o kitap şu özünün şu 30 yıllık tədqiqat neymişke bek təfsili ilki mesela nurgun 30'lıktaki 1750 yıl bilə hazırgıcı bir tarix otur kısmı cıxyanı aptı. Lekin şu bopmu son bölümü ilki çətəliklər şunu oqub bəsə şu hazırgı Uygurlar bu atqan %100 şu çıxıb mükemmel düşündürübdü. Hatta ahırda mı qandaq bop ilki şu Uygurlarını hazır o deydi o Xitaylarning maqsadi Uygurlarni qirib tugutish emaskan. Bu adamın deyişçe, şu asas cəhətdən hazırki cultural genocide, yani medeni genocide'a karşı bu atqanlar insanlara şu cultural genocide'a kim karşı çıksa, şularını qırıb tügüb, qapqağanlar Xitay bu içi yasab, şu asta hatta bu Şinjan Uyghur Abdünomeri isim mi? Asta şu Şinjanlap qapqalğanını, çünkü əmmədim şunu itiraf qıl qaldı. Anandikin Xitayning nüfus bilan jiqish bilan shu bu Şinjanla mayilib qolgan bir nemisga. U odam shuni o'ylaydi ekan. Hamda bu odamninki bu akademisyen bo'lgan ekan, o'zining ko'z qarashi bo'ladi. Yani bunga cultural genocide demdi, boshqa nima demdi. Men bu yerda irqiy qirg'inchilik bo'lgan ekan, ya buni shaptul rangidagi irqiy qirg'inchilikni, tavuz rangidagi irqiy qirg'inchilikni demay, irqiy qirg'inchilik degan irqiy qirg'inchilik. Xitoy hozir yer sharida misli ko'rilmagan darajada Uyg'urlarga qirg'inchilik qilib beryapti. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Undan keyin buni chapan kaydirib bu cultural genocide xuddi bizni usul tansi o'ynab qo'ymagandek, butta chaqirib qo'ymagandek bir hissat kelib qolamiz. Cultural genocide, this is freaking, I mean, ya xalqimiz xato tushunaqamizsin. Oyada cultural genocide zaten genocide'ga aylanib qoldi. Ya'ni biz shuni da'vatimiz-ku. Demek sizler genocide'ni halqi Rwanda'daki genocide'ni kütüvatamsızlar degandek şu hozir cultural genocide deb desanglarmi hozirni tortib kiringlar, harakat qilinglar, davatgan yeri avchi. Bunda tushundim. Nimaga qaytib kelaylikchi unda masalan Xitoyningki shu chegarasini oshganligining sababi biz zaminni bilamiz buni. Biz jiq ko'rib ketgan kichik vaqtimizda masalan vatanda o'qimadan bilmaysan, biz vatanimizda o'qiyotgan vaqtimizda o Jungyangdan rahbar keldi ekan deb maktabga qarab 3 oydan burun o'qitirish qilib Şu aygacha mani yatlab, ma Fangjin, ma Jungson yatlab, Xitoyga kelganda munda yatlab, anda yatlab deb maktabning tomlarini sirlab turib, ash maydonlarni o'ngshab, yangi chuqaylarni taqib, andan keyin bir hafta vaqtda yangi uniformlarni taqib, andan keyin galstuklarni taqib, bu rahbarlar kelgandan keyin maktabning shu puril paqirayotgan Uyg'urlar va Şinjan xalq deb usul o'ynayotgan, qarasa hammasi sharildab xanzu ustidayotgan, ayya tayxola deb ketib qolib sharafsizlar. Hozir shunga o'xshash vatanimizga bular tayyorlik qildi. Bular qurgan shu ayrim rayonlarda Uyg'urlarning intayin xo'shal yashayotganligini dunyoga ko'rsatmoqchi bular. Endi ekran oldidagi butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga men deydiganim ma'u aziz qarindoshlar. Xitoy ko'z bo'yamchilik qilib bundan qutulmoqchi. Ammo biz Uyg'urlar qanday qilishimiz kerak? Anda qozonga mundaq tushunish deyishimiz kerak. Yer sharida ota-onasiga telefon qilolmayotgan, urug' tuqqanini yushtirib qo'ygan Uyg'urlarning hammasi mushu Xitoy Yevropa ittifoqiga izin bergan vaqtida vatanimizni tekshirishga butun kuchimiz bilan vaqtlashimiz kerak. Qaytadan bir guvohlik to'lqini berishimiz kerak. Amsa nima deb men dadamga telefon qilolmayman? Nima deb otamga qilolmayman? Hamma Uyg'ur o'rnidan turish kerak. Hatto men dadamga telefon qilolmasam, onamga telefon qilolmasam, buni bilan ko'rishamasam, bu nadik xo'shallik, bu nadik baxt Uyg'urlarda deb Xitoyni mat qilish kerak bu bir. Ikkinchisi Uyg'urlar barimiz hisob emas. Bu Xitoyning neyranlarining jiqligidan qara, bu 36 tadbir emas, 3600 tadbir bu Xitoyning yili neyranlari tugamaydi. Shunga biz hozir tayyor turishimiz kerak. Ikkinchi qadamda birinchisi
Guvohlik berish, qaytadan guvohlik berish, to'lqinni qo'zg'ash. Bu yerda bir gap deb o'tay. Turkiyada Women İstanbul Havdifan deb guvohlik berganlar, vatan uchun guvohlik berdingizmi? Bir shuni so'rab o'tayman. Bu bir vatan uchun guvohlik berganini ko'rib baxmadim bu odamniki, ammo o yer guvohlik berdi. Shu bir aqlimda bir g'idirlab qo'ydi-da shu. Vatan uchun guvohlik berish kerak. Guvohlik to'lqini qo'zish kerak, bu bir. Ikkinchisi, spesifik xalqaro mediadan, xalqaro jamiyatdan so'rash kerak. Nima deb agar mening o'qitganlarim qo'shal bo'lsa, telefon qilolmasam bu qanday ish? Mush cho'ng ish, bu kichik emasmi? Uyg'urlar dadamga opamga telefon qilamadim, singlimga telefon qilamadim, do'stimga telefon qilamadim degan bu kichik emas. Intayin cho'ng masala bu. Qamal qilingan bu 21-asrda bunda ish yo'q. Telefon qilishning o'zini cho'ng bir nimaga aylantirishimiz kerak. Xotirjam telefon qiladigan olib kelishimiz kerak. Bu 2. 3. Agar Uyg'urlar shunda xo'shal bo'lsa, nima deb qapsib olsa ularni? Nima deb Uranga solib olsa? Pasportini ber Uyg'urlarningki. Uyg'urlar xalqaroda xotirjam har qanday bir inson, har qanday bir dunyoninki vatandoshi kabi yer sharida aylanarish kerak, Amerikaga viza qo'ydira olish kerak, Qozog'istonga chiqa olish kerak. Nima deb sen Uyg'urlarni qapsib olsa? Nima deb quliga pasport bermaysan? Nimani qo'qsa? Nimani deb qo'ygan bular? Deb Xitoylarni Uyg'urlarga pasport berishga zo'rlash kerak. 4. Educational campaign bo'lmadi, o biz o'qitdik bu. Voy unda bo'lsa u balani biz o'qitdik, Amerikada o'qitdik, Yevropada o'qitdik, qaytib berib, jumyonga xizmat qilsin. Ularni yoshlarimizni chiqib o'qib qo'ysin. U yerda solib education qilishni nima ochdi? U yerga solib o'qitishni nima ochdi? Agar bu tarbiyalash kampi bo'lsa, agar shu Uyg'urlar tarbiyaligisi bo'lsa, biz tarbiyalash berdi. Amerikada Harvard tarbiyalab bersin, Yale universitetida tarbiyalab, Istanbulda o'tdi tarbiyalab bersin. Nima ish qildi? Kampuslar tarbiyalab, texmi qaytib berib, ular yaramli odam bo'lib, berib qaytib bersin Xitoyga olsa. Nima qo'rqaydi Xitoy? Demak, shu narsalarni butun dunyodagi Uyg'urlar hammamiz tang mushtillandirgan vaqtimizda inglizcha, turkcha, fransuzcha, germancha, dunyoviy tillarda degan vaqtimizda anondan keyin ma Xitoyni o'ylantira olamiz. Xitoyni emas, yer shardagi ma jamoat fikrini o'ylantira olamiz. Agar jamoat fikri Xitoyning mush o'yin o'ynayotganini bilsa, u vaqtda agar o mushta ashdan bo'pti, bu bir g'alaba amaliyotda. Bu bir g'alaba. Iqtisodiyotni biz g'alaba qilganimiz uchun bo'ldi. Amdi asta qadam jipni yig'ishimiz kerak bunga. Bununla bütün dünyadaki Uyg'urlar tayyor bo'linglar, guvohlik beringlar. Shundoq. Endi bu masalan hozir hatto sonni e'tirof qildi masalan, biz lager bor dedik, ular lager yo'q dedi. Ikkinchi bo'lib tarbiyalash markazlari dedi. Biz qopib 2-3 million bor dedik. Ular qopib 50 ming bor dedi. Hozir tunigan e'tirof qilibdi, Aqtosh nimasi ulushkunmi 1.3 millionni har yildan soludiq dedi. Buni e'tirof qilishning sababi nima yani? Bu shuni e'tirof qilishning sababi biz degandek xalqaro jamiyatning bisimidan bakrak qarindoshlarım, bütün dünyadagi Uyg'urlarim. Masalan, siyosilar bo'libmi, Amerikada bo'libmi, shunday moda bo'lgan bir gaplar bor. Masalan, Turkiyada birsi bilim o'qib qolsa, Samil Niyoz, Sabr Niyoz bilim qilma, u bu qilma deb duo qo'yishtirib borgan masalan. Yoki masalan, Amerikalik politicianlarniki, siyosatchilarniki, "Oh, my thoughts and prayers were deeply concerned." Va biz bek qayg'ulandik, andishlandik. Ya Xitoyning qarimi yo'q, pishtirib e'tirof qo'ymaydi, qayg'andishlaringga. Yer shardagi Uyg'ur davasini qilayotgan insonlarningki, Uyg'ur milliy inqilobiy milliy ko'rishini qilayotgan insonlarningki, hozir Xitoy askariga qarshi urush qilgandan bakrak, Xitoy armiyasiga qarshi urush qilgandan bakrak, Xitoy iqtisodiga qarshi urush qilish kerak. Xitoy iqtisodiga zarar berganligi uchun dunyoda bütün çoğun şirketler hazır özününki lojistik şirketleri var. Mesela Foxconn'unki mal elayotgan kichik sapcha şirketleri var. Mesela Adidas'ınki, Nike, yoki bo'lsa Zara, yoki bo'lsa H&M, durgun dunyoviy şirketler var. Bu şirketlerning Xitoydan küçük chiqib ketish ehtimolligidan Xitoy hozir titrab, hozir Uyg'urlar shu rayonimizni ishchi tayyor bo'lyapti aziz qarindoshlarim. Ammo bu yerda iqtisodning men kuchini deb sizlarga. Amazon degan shirkatni men demisizlar, sizlar obdan bilasizlar. Amazon ne? Dünyadaki uşak 186 devletninki ostidagi 186 devletni yig'ishtirib kelsa, Amazonning iqtisod chiqmaydi. Amazonning yaratayotgan yillik iqtisodiy qiymati dunyoda nurg'un davlatlarning oldida. Biz bir davlat qurib, bir Amazonchilik iqtisod quramisak, nima foydasi? Masalan, Kaliforniyaninki Silikon vodiysining iqtisodini dunyo iqtisodiga solishtirsa, Kaliforniya Silikon vodiysining iqtisodi dunyodagi 10 cho'ng iqtisodning birisi hisoblanadi. Bu yerda şirketlerninki stratejik kıymetini düşünüşümüz gerek.
Zara'ga bisim qilishimiz kerak, Adidas'ga bisim qilishimiz kerak, Apple'ga bisim qilishimiz kerak. Xitoydan zavodlarni taqab chiqib, Filippin, Indoneziya, Bangladesh, Turkiya qatorliq davlatlarga, Moroko, Marokash qatorliq davlatlarga zavodlarni ishga biz tashabbus qila olsak, birinchi Xitoyning iqtisodiy chekindi. Xitoy Kommunist partiyasi 70 yilning yog'izi iqtisodiy yaxshi bo'lganligi tufaylidan shu o'rnini saqlab kelyapti. Shuncha qirg'inchilik qilishga qaramay. Iqtisodi buzildimi? Bularniki ulu titraydi. Shuna bu ikkinchisi boshqa yerlardagi davlatlardagi Uyg'urlar deyman, xalqlarga iqtisodiyatdan manfaat ilib keldi. Masalan, bizning Turkiyada mush ko'rayotgan bir mutballi va hozir. Turkiyaning iqtisodi yaxshi emasmi? Turkiyaning ishlab chiqarish tekstil, mening maykalarım chiqdi Turkiyada ishlab chiqarilgan, made in Turkiyada biziqli. Demak, Osiyada Xitoydagi zavodni taqab Turkiyaga bir 10 ming ishchini olsa, yomonmi, naringiz taqashdi deb turibsiz. To'g'ri. Endi shu bu yerda shu ekonomik jihatdan mush ishga kuchishimiz kerakda, boshqa asos jihatdan oqmaydigan o'xshaydi-ku. Ya so'qash ocholmaymiz. Hech kim so'qash ichib bo'lmaydi Xitoyga. Çünkü avtonomiya deyman. Atom bombasi kuchi bor, avtonomiya. Shuni bilan o'tirdingizlar. Endi endi o'tganda avu masalan ma vatandaşlık masalasi kilamisi mavu ma'rif jamiyatining 5 mollari bek yezib ketibdi, isbotlanglar deb. Bu yerda endi nurg'un bolalar sanga mı yazdı, manga mı yazdı? Bu hakikaten bek iğir işke, o ispat gerek yok yani o kadar ispat yığılıp ki asta asın yim boptu, işletsen yim boptu deyen gaplar çıkıp azı normallaştırışkı tirişvatırdı da ben ezelden yakılıqı bizden çeteldeki Uygur komünist demez. Azırken nurgun Uygurlarlıqı Xitay'daki faşizmga künep ma bu çeteldeki cemiyetlergimi faşistlik asın yim boptu, qısın yim boptu deb ola bikitsin. Azır bugün köydük bir çoğun bir Türkiye'deki dava kuvvetkan bir kendişimizden o ikametim yok ya meselende. O işaretimizden var. Bu küratımız bir haftanın yakı. Bula çiçanışıp, marif cemiyetin 5 malları oturup çıkıp, tıllısanla bulayıvırır. Lekin hakikat oturda qabul qılman. Yani ispatınla qine ayga az qılımız, mega az qılımız. Bu beka yani Xudayım körüp duratırı. Hem bu dünyada hem a dünyada alısla. Yani bu Subhanallah ya Subhanallah deyişten başka gap yok. Bu faşizm de biz faşizme karşı Çin faşistler deymiz. Ama bular faşizmle devam qilg'izib o'zimizning ichida yani. Ben bir gap qilay. Bir tarafdan Xitoyniki 5 mollari, yana bir tarafdan men ham o'ylab qoldim, mana Turkiyadagi bolalar jiqtilsin qilib Shu dapirish, shu ungurish yog'ida pachchiq ketdi shu. Shu anda ungurish yog'ilayotganning hammasi unda emas, lekin hamda nurg'unlar shunday ekan. Hatta bizim tilayotganlar ungurish yog'mo deymi bularga masalan atrek ungurish yog'mo Xudoyim Allah razzaq bo'lgan Allah, rizqingizni Allah berdi. Berganni bergizgan, og'izgan Allah. İnsanlarga nim qilmanglar. Bu bir. Ikkinchisi, menga nurg'un gaplar keldi. O kuzatsiz ko'ranmay, chidayolmay, hasad qilib. Amdi men ba'zi vaqtda ba'zi gaplarni qilay desam, Allohdan qo'rqma. I don't want to make comment. Deymiz endi. Boshqalar to'g'riliq mening ko'ranmagidek nimam bor deb gaplarni deb surishtirib qilishning hojati yo'q bu yerda. Bu bir. İkincisi, agar bugun ulug' juma kechasi qo'ymi, bugun ulug' qo'ymi, juma kuni bugun hozir. Juma o'qib chiqmagan nurg'un biz Amerikada juma o'qiyapmiz. Agar men mush gaplarni hasad qilib Turkiyadagi darnaklarga chidayolmay, voy mushlarniki bak ishib ketdi mendan deb mushundaq uzam bilan hasad bilan davotgan bo'lsam, agar buni va shu Turkiyada urilib so'qib yurgan ojizlar uchun emas, hasad qilib davotgan bo'lsam, chidayolmay ichimdan Allah mening jazorimni bersin. Mana manda da aytayman sana. İçimdekini bir Allah biladi. Bu bir. İkincisini de aytayman. Üçüncüsü hamda bu guvohlik to'lqini qo'zilib ketdi-da. Vatanda muallaq chiqdi-ku, va Shinjon Xodifang deb. Va İstanbul Xodifang deb chiqdigan bo'ldi. Ey, qasimni biz guvohlik bergan vaqtda bir qitim ko'rib baxmadik. Ikram agar bir tilig'ini tutib olmasa, bunda qo'rqitganlar, bunda safarbarlik e'lon qilib, hammadan ekran zo'lab, u bechoralar chiqib shundaq Gongsandan bizning partiyamiz bak yaxshi partiya yasun, partiya bo'lmay turib biz shunday kuni ko'rmaydik. Bizga partiya badiyan emas. Buning nima hojati bor? Xitoy bilan nimpartning aqasini.
Men gaqlay qara. Tamam sen dersin. 3 to'xtabdi. Ha. Endi qara. Biz vatandagi Uyg'urlarni bir qismi jazolantirildi. Bir qismi talada erkin yuriydi. O bunu Xitoy mi qilaydi? O sen şu an cho'g'lab yurgan bir Uyg'urni bunda qapıda to'xtatib, sen jazolantirdingmi desa, Alloh shukr, alhamdulillah, men jazoladimiz, partiya yashasin deb ulama deydi o gapni. U yerda jazolarning sirtidagi insonlar uchun emas, jazolarning ichidagi insonlar uchun da'vatimiz bu gaplarni, bu da'voni qilyapmiz. Turkiyada shu. Shu yerda urilib so'qilib gaplanmay, gaplarni o'tkazolmay, bir qancha turli insonlar olinmaydi ekan. Birinchisi pulsi yo'qlar. Qozog'istondan kelib 100 ming dollarni qo'yib olganlarning WhatsApp'larda bir mo't gaplar chiqatdi-ku, masalan. 10 odamga 10 ming dollarni sotganligi. 5 mingdan 50 minggacha oldi deb menga bir telefon qildi bu gaplarni-chi. Bu bir. Bu yerda pulsi yo'qlar olinmaydi ekan, bu bir. Ikkinchisi, qo'lidan ish keladigan, agar ertaga bir ish qilib qolsa, siyosiy iqtisodiy ta'sir yarata oladigan odamlarniki, masalan, ashuni olinmaydi ekan masalan. Bir amal qilib buzitdi ekan bularni. Masalan, Aysha xonimning gaplarini angladim, bunda qarab baqsam, bu Aysha xonim bir Uyg'urlar dushman emas ekan, kecha kunduz Uyg'ur uchun xizmat qilgan bir ayol ekan. Ammo qo'lidan ish keladi. Bu yerda qo'lidan ish kelib, Uyg'urlarga baygilik darajada xizmat qilayotgan insonlarning nurg'ularini men bilmayman. Olinmagan. Naringa taqashdi. Bu yerda bunda gaplar bor-da endi bu. Shunga bu yerda bizga kelayotgan uchurlar bor. Voy bak oldirmanglar, va video tatib olganlar borki, unimi oldirib ketmanglar, Tilsan topsa degan bir gap bor. Uni chiqib qoladi bir kuni. Chiqqan vaqtda qanday qilasizlar masalan? Men bir gap qilay. Boshda bular chiqdi. Ya Rabbil alamin. Allah sana hamd va sanolar olsun. Chiqib shu yerda shu dernekninki muhim odamlarning birisi o'zi Allah'ın oyatini naql keltirib, biz shu o'zimizning odamni ko'ramiz shu deb dedi. O'zingning odamni ko'radigan bu ananing milima bu. Sen ishlab topdingmi olmalni? Etizga terib topdingmi? Millatning xizmatini qilmay deb sana berilgan umumning mulki bu. O'zimning odamga berma. Deb tursa oyatdagi nimtiylik bo'lmasmi? Speaker bo'lmasmi? O bana kopup ya onda demişler hata düşündüğün musunuz? Ya hata düşündüğün şu Kur'an-ı Kerim'de aşağı ayet var. Bu bir. İkincisi Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Hürmetli Dolkun İsa efendim bu adam bilen bir ikrama çıkkanda ikrama çıkıp şunu da demdi. Vay bu imam oğurluk kıldı deyip camine ateşe ot kuvvetli bombaydı o. Hem de şoför harak keşken, ahlaksızken de maşından bıçak tıklayıp bombaydı dağıtıp da. Biz iş kaçan camiye ot koyuyor, ateş koyuyor, camiye ot koyuyor demedik, melni köydür kül koyuyor demedik. Biz iş kaçan maşın urup çekiyor demedik. Biz fakat arakkeş şoför olup kalsa arkadakiler ülep tutuyor. Şoförünü şak çıkarıp ayadın. Da otağız koyup pişkakka. O salayeti bu adamdan da ayırış gerek maşınını. İmamı teretsiz, oğurluk kılgan bir imam olsa, teretsiz okuyan bir imam olsa, bütün cemaatinki namaz bozuldu. Bütün cemaatin duası kurulunmaydı. Şu an imam boğan adam başta bir yürüyüşünü biliş gerek, pakiz tazlap özüne. Bu yerde onu dedik biz. Ama bu yerde Dolkun İsa efendim dese mesela, hey bu imamı iftira koysan, bu imamı tökme çakılmanla, bu imam pak bir imam demedi. İmamı da imkı vermenler, bu bir itiraf. Bildiğin işleri var bulanınki. Bu şoför yaxşı emas, bu şoförü qarchaplamanlar, bak obdan şoför, o pak şoför. Bu şoförda qilchilik gumonim yo'q, qilchilik shubham yo'q demay, şoför harakkeşke, ahlaksızke deb buni nimqa qilinmaydi, mashinadan chaqirib pichoq qo'yilmaydi. Bu bir itiraf. İslamik bir profesör var. Chiqdi, chiqib uni so'z qildi. So'zni nima dedi? Voy, haqasin pulni to'lab olgan bo'lsang, bergandikin chida shu. Nima chiqanshisa pulni berib qo'y. Deb ashada o'tib. Bu mu itiraf? Allah'ım ya Rabbi. Allah o'zinglarni og'zga o'tdi. Ya subhan ya farkında mı yani? Ben ya qilba ilqib gaqsa biz haq debço agishib atganlarmi men dedim ya ishchim og'irdi millatimga ya. İşçim ağırdı. Vallahi yani demek yani belki de 20-30 yıl gerek bu. Hakikaten bu kalıcı iş pek iğir nesken şu. Mında bir kardeşim. Ben sana bir gapilay. Bu kardeşimiz dedi bu pulni almasak nereden almayız dedi. İslamik bir profesör var. Bir İslami iqtisod bir profesör. Bu pulni almasak bu qanday xizmat qildirmaymiz dedi. Ha qalsın bu Müslüman bo'lgan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menimki Mescid-i Nebevi'ye kelgan vaqtimda ayda 20 dinar to'laganlar men bilan birinchi safda, 5 dinar to'laganlar ikkinchi safda,
1 dinar to'layanmaganlar azroq xo'mi versanglar, oqisatda xo'min beramiz sana talada yomg'irning ostida, oftobning ostida namoz qilinglar deganman. Ashta bir shoma bizning dinimizda. Bu qandoq qilib bundoq axloqsizliklarni siz qonunlashtiryapsiz? Qandoq qilib bir islomiy bir professor bu sifatingiz bilan mushundoq ishlarni targ'ib qilyapsiz? Bu haqsizlik yo'qmi? Hammadan biladi. Mana kichik qizlar xatisi deyapti, voy aka, biz Uyg'urlarda oş biraya qilyapsak, bir-birimizning bu shunday gaplarni deyishimiz mushcha bor, hech kim sizdek deyolmay ekan. Birinchisi Allohga shukrlar bo'lsin. Men Amerikada, Turkiyada bo'lgan bo'lsam, men balkim bularning sharridan qo'rqib, meni so'l tutamiki deb gapirmaslik mumkin edi. Chiqibog'icha ayrim sog'-salomat bir yerga. Yoki bo'lsa, berib, hukumatni oldiga berib, Sulaymon So'yla efendim bilan yaxshi munosabat o'rnatib, qutuldirish mumkin edi, Uyg'urlar g'adab qilish mumkin edi. Hozir Amerikada bo'lganligim uchun qo'rqma gaplayapman. Ve o'ylab baq qarindishim. Men nimada bekan gaplashaman? Hammalarning tili ihanatiga qoldim. Opamni Xitoydan tortib tillab, sen ko'ranmaysan tortib tillab, isbotini tillimigan ihanat qilib, narim bekor bo'lgan ish qilib gaplashib. Nima chatqima bu nima davlanmaslar? Bu haqsizlik qarshısida ovozimizni chiqarmasak, vatanimizda qo'shnimizga bosqinchilik qilsa Xitoy, aya texolar deb o'tirib, ashunda qilganligimiz uchun mushkul qoldik. Nima deb men Turkiyadagi Uyg'urlarga ko'ngil bilma? Birinchisi Amerikadagi ishimni Allohga shukr voyaga yetkazib qo'yapman. Amerika Uyg'ur birlashmasidagi burunqi rahbarlarning hammasiga rahmat aytaman, ammo mening davrimda yuqori pallaga chiqdi. Men ishqa olgan odamlar kech-kunduz ishlayotdi. Uyg'ur majbur emgak qonun loyihasida bir qonun loyihasi bor. Xitoyga milliardlab, trilliardlab dollarlab iqtisodiy ziyon beriladi. Biz ishga boshlagan vaqtimizda balki 5 odam, 5 millat vakili imzo qo'ygandi. Hozir 60-70 chiqdimi, 80 ga chiqdimi o'qimayman, shunda bir chiqdi. O'tgan bir ishqayning ishidan 100 dan ortiq biz yig'in o'tkazib, mushunda advokasiya qilyapmiz. Bu ishlarni mushunda qilyapmiz. Bu boqpaqman ish emas bu. Tunjiqdan bo'lyapti bu ishlar. Men buni deb qo'yay, bu bir. Ikkinchisi, nima deb Turkiya? Bunda vatandan qolsa, vatanim Sharq Turkiston, Urumchi, Aqsu, Kucha, Qashqa, Xotan, Qarmay, Qumul dim qolsa, Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqashgan yer meningki ikkinchi vatanim, ikkinchi Uyg'urlarning ana vatani Turkiya. Turkiyadagi Uyg'urlar, diasporadagi Uyg'urlarning yuragi jini. Buningga hammadan ko'ngil bilish kerak. Yuragimiz bo'lg'ashqa Turkiyadagi Uyg'urlar Xitoy butun kuchi bilan yoshlarimizni, Sapako'ydagi, Zaydinburndagi yoshlarimizni heroindan zaharli chekimliklar bilan mushunda bulg'avatdi. Yüzlerce belki ming yaqin bolalar zaharli chekimlik chekotdi. Nada bizning tashkilotlarimiz? Nima deb gaplanmaysizlar bularga? Nima deb bu ishni ustida olmaysizlar? Shu yerda shu bolalar tüklar kechgacha u rasm tushib, onunga rasm berib, ma'noga gilam berib, bunda o'tmay, bolalarning ishini qilib qo'yinglar masalan. Chunki ertaga vatanni qaytadan insho qilgan vaqtimizda bizning Turkiyadagi Uyg'urlarimiz birinchi o'rinda turdi. Ikkinchisi, ertaga masalan tunugun o'lish kun 2 kun bo'ldi. Avstraliya, Amerika elchixonasininki taklif bilan bir so'z qildim. So'z qilgan vaqtida dunyo jamoati Uyg'urlar uchun nima qilib berish kerak deb savol so'ragan vaqtida biz uchun eng muhim narsa hozir butun g'arb davlatlarininki Uyg'urlarga shartsiz siyosatlanib berishi. Mayli Germaniya bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, mayli Amerika, Kanada, Avstraliya bo'lsin, Uyg'urlar baralisdan berish kerak. Ham Turkiyadagi Uyg'urlarga ushda chiqishga yordam berish kerak deb da'vatman. Ashlarniki sog'-salomat turishi biz uchun intayin muhim. Vatanimizniki strategik eng diasporaning eng strategik yeri shu. Men bu yerda 4 kun Amerika Uyg'ur birlashmasiga rais bo'lish uchun kelmadim. Bu yerda men o'ylagan narsam, voy meni tillab Amerika Uyg'ur birlashmasining raisligidan mushunda pashvo etib tushirasanlarmi, xiyolimga kirib chiqmaydi. Ammo men bu yerda 2 yillik vazifam deb kelmadim. Bu yerda vatanda mushu dadamning belini sundirayotgan Xitoy kompartiyasini qo'g'lab chiqarib, bayroqni shinchiga qaddimigacha to'xtaydigan ish emas bu. Buning uchun Turkiyadagi Uyg'urlar muhim. Shunga men qilaman bugun. Yaxshi ko'rmaganlar qanday qilib berayapti? Shuna masalan nurg'unlari masalan guvohlik berdida men oldim, men bir tiyin pul bermedim. Hatto birisini ko'rdim 1,5 yilda olib bo'pti-da, 1,5 yil. Ya'ni abay degandek masalan dastlabda Xitoy lagerlar yo'q degandek, keyin tarbiyalash markazi degandek, ular boshda yo'q deb keyin yiqilimiz berayli dedi. Aniz asaq nim bo'pti degandek gaplar o'tirib chiqdi. Andan keyin hozir asta-asta WhatsApplarda, videolarda
biz ya'ni nurg'unlari bizni sababchi debdi. Sizlar anda degashga men bu qo'rqmay o'tirib chiqdi, ma gaplarni da'vatman deb nurg'unlari bizga xat mencha oldimizgi kunlarda, haftalarda bularmi qarshi taraf İstanbul xo deb eliqi guvohlik bergan bo'lsa, mala qo'pib men iqomatimni vatandoshlikni olamadim deb chiqish mumkin. Bu yerda qara, menda buni Firavunmi qilgan? Musa alayhissalom, Hazrat Musa alayhissalom Firavunning oldiga berib, sen Allohga e'tiqod qilgan degan vaqtda voy Xudo degan men desa, Xudoyim jonni berib jannat oldi sen qila olamsan desa, Firavun kelib albatta qila olaman deb turmadan ishga kelib, birisini o'limga hukm qilib, birisini qo'yib atgancho. Ashunga o'xshash, bu yerda bularmi shunga o'xshash bir tadbir qo'llanyapti. Ba'zi Uyg'urlarga bergan, ba'zi Uyg'urlarga bermagan. Am berganlar albatta hamma Uyg'ur sassa qo'ymichilik degan unda olmaydi. Qo'ymichilik degan azroq berib, azroq qo'ysa, qo'ymichilikning qonuni u. U yerda bu bir ikkinchi muhim masaladan birisi deb berayman sizlarga. Hozir bular davatida Uyg'ur xalqimizni qo'rqityapti bular. Voy shunda 16 ming odamga boshda sana telefon qilib 5 ming odam dedi. Kim bir ko'chada 16 ming, qancha dumit yazsangmi 11 ming odam bir kechada chiqib bo'lmagansa, u nima degan yolg'onchilik bu? Nada u 16 ming odamdan tizimniki? Oy, qo'ng'i urib lan 16 ming odam deb ololmasa, mush quzat mas'ul shunga. O Qatarning sheyximi 16 milliard dollar pul bergan Uyg'urlarga. Haqasin yolg'on gapib bermaydigan bo'libdi, qanday gap bormi? Unda seni mas'ul shu ishqa. Qanday gap bu? Bu ishki anandan keyin xalqimizni shuni qo'rqmaslik kerak aziz qarindoshlar. Sulaymon Soylu efendim Uyg'urlarni yaxshi ko'rdi. Odamcho, ichki ishlar ministrligida hatto qizdirish qilgan vaqtlarim bor ekan, ustalga mushlab men Uyg'urlarga so'z berib qo'ygan. Bamsa qilmaydi deb shunday qilgan. Shu odam qizdirib tatirib olgan narsani bu yerga kelib sizlar sotdinglar. Sulaymon Soyluni aldatdi bular. Men bir gap qilay. Anından keyin yer shar miqyosida, bu g'arb mediasida, islom dunyosida Recep Tayyip Erdo'g'an efendimiga qarshi nayt kuchli bir do'qin qo'zg'atdi bular. Uyg'urlarni destek turib, Recep Tayyip Erdo'g'anning dushmanlari Uyg'urlarni destek turib, Recep Tayyip Erdo'g'anga hujum qilyapti. Qanday hujum qilyapti? Voy sen ummatning lider tongo, voy sen islom dunyosining lider tongo, voy sen mazlumlarningki boshpana aytongo, ajab bir arablarga sahib chiqib Uyg'urlarga sahib chiqmading ya? Deb Recep Tayyip Erdo'g'an hujum qilyapti. U Recep Tayyip Erdo'g'an bir yo'g'on davlatni boshqarayotgan odam, bu Sapako'da bir odam vatandoshlik oldimi, olmadimi, nadan bildi uni? U odamning xabari yo'q. Recep Tayyip Erdo'g'an masalan xalqaroda shunchalik xabarlar chiqyapti. Cho'ng xabar nimalar chiqyapti. Hozir Turkiyaninki davlat obrazi, Erdo'g'anninki raislik obrazi mushu Uyg'urlik masalasi tufaylidan cho'ng zarbaga uchradi. Buning kim mas'ul? Uyg'urlarga vatandoshlik bergan Turkiya davlati mas'ul emas. Buningga o'tirib kirib, Uyg'urlarni bo'zaq qilib, shilib yeb, aniga telefon qilib turmaga soltib, ma'ningga 10 ming dollar vatandoshlik setib, Uyg'urlarga Turkiyani jahannam qilgan mushu derneklar mas'ul buningga. Men buni deb qo'yay. Shunga bu yerda biz Uyg'urlar, mushu bulubmi Turkiyadagi Uyg'urlarimiz shunda qilishimiz kerak. Hukumatlarga, göç idorasiga, Sulaymon Soyluga biz dardimizni anlatishimiz kerak. Bular bilgan vaqtida anundan keyin bo'ladi. Bo'lmasa u aldirash o'tdasi asli gapirmay, qo'lsiz yanglishida deb nada islom dilimizda Qur'ondan menga bir oyat keltiring. Qo'lsiz yanglishida deydigan. Yakchashimning ko'ziga bor, davlatiga olsang bir ko'zingni qisib ol. Nima degan bu tetiqsiz bir gap so'zlarda bu hamda. Nadasan Arslan? Chiqamayga. Ya men abay dedim bu navada men yo'qolib kelsam, demak telefon olib qoldim. Menda bir telefon bor. Agar gaping tugamagan bo'lsa qilib bergin. Maqinishni dedem saqlab tursin. Abay degan 3 minut vaqt berib savol olgan bo'ldik-ku. Hozir gapingni qilib beramsa, savolni ilib beraymi? Sen savolni og'ashtirmaydi, bir savol so'rabdi, men shunga bir javob berayim. Yo'q, men naq meydan bog'layman emasmi? Shu bu sen savolni yozg'ashdi, menda boshqa bir xat yozib savol so'rabdi, men shu savol menga udul so'ragan savol ekan, men javob beraman. Ma'qul, sen shunga javob bergin, maqinishimiz birdan saqlab tursin hamsa. Ma'qul. Okay. Bir gap so'rabdi-da birisi menda. O men gapni bir davlatga oxirlashtirayman, Turkiyaning gapini. Bu yerda bak muhim aziz qarindoshlarimiz, biz Uyg'urlar bo'lishimizdan shu Turkiya hukumatiga bu dardimizni anlatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bularning qilayotgan haqsizliklari, setayotgan vatandoshlar o'tirib chiqish kerak. Buningga bu o'tirib chiqamasa, kechgacha G'unsandan bizni bo'zak qilib jim turib olgandek hozirmi, ertagan Uyg'urlar beshiga eg'ir kunlar kelib qolsa, mush saqillikdan bo'ladi. Masalan biz agar hukumatga o'zimizning dardimizni yaxshi anlatolmasak, Doğu Perinçeklarga o'xshashlar kuchli tutadi. Doğu Perinçek nima deb xabarga chiqib gapirdi masalan Doğu Perinçek.
chiqib Uyg'urlar baxo'shalda payskunga qildi. Bu dernekler bir yığız yakıp bakınız. Türkiye'de Seyittin Türk'ten başka hiç kim Doğu Perinçek'le artık kılanmaydı. Nimişka? Astırtın körüş çayçamsız ya. Nime ki bunu kokap diyemeyiz kan? Doğu Perinçek, ertesi Uygurların kendini düşürüyor. Eğer biz hazırını başlayıp çıkın tutmuşsak, bizden derneklerimiz bizge layık insanlardan saylap çıkarıp bizge vekillik kıldıramasa, ayağa çıkıp Uygurlarını satsın mı? Rahmet. Uygurlarını Türkiye'den Tacikistan'dan artık vatanga vatibasın mı? Rahmet. Okey, endi men savolni oldim. Qayta xatirlatay. Muhammad Ali Atayurt qaynishimiz bog'laydigan bo'ldi. 3 minut vaqtingiz bor. 3 minutda tugating, bo'lmasa o'zim kesib yetmajim. Men yerda ekranga chiqarib qo'ydim mana. Bismillah, boshlasangiz bo'ldi. Muhammad Atayurt qaynishim abay degandek, shu 3 minut vaqtingiz bor. Savolingizni shu so'rab, nima qilsangiz bo'ldi, bo'lamdi? Men ekranga 3 minut qo'ydim hozir. Ama başlang, bismillah. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Aslan kardeşim, Kuzat kardeşim. Ben Muhammed Ali Atayurt. Beni tanımgallığa özüm tanıştı öteyim. Ben şu Türkiye'de yaşayayım, İstanbul'da. İstiklal'ın Türkçe bölümünde riyasetçilik, haber işlerine mesul bu kilovatın şu vakti geçen. Bu ne vaktin biri bu talaş tartışının ki yüz bölüşüdüme bizim kılgan sohbet tüpeydin bu talaş tartış yüz berdi ya veya bunun aldı kendi başka kanda iş boğan boz onu bilmedim hem de. Ben şumut vakti üstleyen ama bu sualını sormasının bunun Türkiye'de siyasi faaliyet kılıvatkan bizim dernek teşkilat olsun, çoğunlar olsun, şu aksakallı olsun, şu davanın büyüktükleri hem de cümleten. Bula Allah razı olsun başta buluğa kim şu bütün Şerif Türkistan davası için küçük bir vatkan cümleten arkasını okşar Amerika'daki olsun, şu halkadaki olsun, bütün dünyadaki Uygur kırındaşlarımızdan inşallah ailesiyle hatırcamlık tileşilen birge sözlerine başlay. Hem de bizim bu Türkiye'deki vaziyet okşamaydı Uygurların İstanbul'da köprek Uygurlar yaşap kılvatıdı. Bu hazır Eyüp'ün vatkan bizim bu teşkilatının başlıkları hemmisi uzun yıllardan beri biz yok vaktlerimizde müşahede dava kılıp tutken biz okumaydık vaktlerimizde dava meselesine kılıp tutken böyle uzun yıllardan beri. Bu mesele hazır bu oturup koyuvatkan mesele şu yakından beri biraz rencide edici derecesi de buladı da bunun hiç bir hazır vaziyetimizki karganda vatandaki kırındaşlarımızın tadvatkan azap okuduğu karganda aslında hiçbir gereksiz alette bulavatkan bir işler bu. Hem de bu sual soraşıka defsilenmesinden bu Türkiye'nin vaziyetini okumayı durup bazen mesela Türkiye hükümetinin Türkiye cemiyetini düşünmeyi durup kargılaçı hareketinin faydası yok. Çok bir yerde. Mesela açıkını itkanda Kuzat kardeşimizin meselene oturup koyup tanıklık kılış hukuku hakkında adamın ama Türkçe'yi tercüme kılıp bu bunlar gündem başka bir dilde gündem yaratışının hiç kanda bir lazım yoktu. Yani bir sürüştü kılış buçu buluş tegişlik bolganda özünün etrafındaki başta özünün etrafındaki işlerini yapılış doğru gerekli aslında. Men fikir olsa yalnız bir başta talaklar çıkıldaki bir cidel bir çözüş tegişlik bir mesele olsa delil olsa sotka azıklısı hüküm tarafından mahkeme tarafından mıdak köresek bu demesinden eğer hazır kurul demesinden dünya kurulu tarafından çetlerde mahkemeyle bağımlısın bu bilirdi zaten bütün kırındaşlarımız. Kardeşim vaktimiz toşap kaldı. En ahırkı bir cümleniz olsa alay, olmasa nimeye öteyemdi. Kapamam. Bu da hem de bu vatandaş meselesi kalan vatandaş meselesi kelgen çağda Arslan kardeşim bu bazen mesele var mesela siz mesela benim vatandaşım çıktan buldu. Ben bir mağripte işkanda bir işkin bile uruktukum yok. Bunun bütün uruktukan hemiz öyde. Vatanda kaldı. Özüm yalnız çetlerde. Sizin o mesela şunda kandı. İşkimizden tabiimiz o şeyde asarken. Sizin o öydüklerinizden vatandaşlık çıktı mesela. Şunda mı? Siz bazen de şu kardeşimiz Kuzat'ın ki bazen kılvatkan işler sözlerden gep sözler karab siz biraz rahatsız bulmanızı sizin vatandaşlığınız çıktı mesela bizim okşaş asasla. Bunu tırın içinin ağaç yok.
mesela siz rahatsız bo'lsangiz o'tirib mushtaq suhbat qilasiz masalan. Masalan Türk masalan shu Kuzat qarindishimizning o'zining tashkilotida yangi saylanib qildi, vazifaga o'tirib qildi. Shuning atrofidagi qarindoshlarni chiqdi masalan. Bu masala varken etrafında hal qilishlik ish yo'qsa o'ynashlik ish nurg'un ishlar varken Tamam kardeşim, mavi gipinizi üzül, ben ekstra bir minut bergendim. Aslında mu şu sualınızı cevap verme. Çünkü bana Nur'un kardeşimiz ne mu şu sualını soragandı. Az cevap verme. Burada inşallah yana alaklaşamız. Allah'a emanet mi? Allah'a emanet sanırım. Emiyada yaxşı bir narsa oturup koyup neçe vaqt yaqi emdi bu ilaqi mening uydagilarmi vatandaşlık aldı. Sen pul berdingmi Arslan degandek suallar bo'ldi da. Mening uydagilar vatandaşlık ilish olmaslik o'zimning shaxsiy ishi. Men ba'zi qarindoshlarga yaqin bo'lgan ishongan insonlarga shaxsiy olarak degan. Demak, bu fikrni demak nereden chiqdi bir. Tamam. Ağan taqdirda mesela aldık, onun da gap yok, sıkıntı yok. Pul bermedik, münasebetimiz normal. Normal bir münasebet. Çünkü biz dava qılayotgan insonlar bo'lgan ekan. Demakchi, shuni mi demakchi mi? Arslan sening uydagilar aldı, qissang men gapni shundan tushundim, Kuzat. Sen ashla tushunding, o'qimayman. Sen qissang bo'lmamdi, sen og'zingni yig'san, og'anikin jim o'tarsang bo'lmamdi degandek bir fikr oldim. Endi mening deydigan gapim, bizga minnatdor bo'lishing kerak degan ma'noda gap o'tdi. Ha. Endi mening da'vatqinim, nima uchun sadece ben? Nima uchun men boshqalar en azından alamısamı? App beringlar, ilinglar, masalanchu. Endi bu yerda qo'pib, masalan, biz bir tiyin to'lamidik. Men jim o'tirishim kerakmi bu yerda? Ya'ni nurg'un xalqlar shuni aytib, sen oldingmi, ochang oldingmi, bir men oldingmi deb. Bu masala u emas. Mesele o emas. Nimi üçün başkalar mendek alamaydı. Ola mençilik Uygur emasma demek ki. Ola Uygur emasma. Gap mavu. Sen apsango, sen kız degandek bir. Ben aslında düşündüm Uygurca misal yimo. Sen unutmayma. Cevaplasam bulam da soruğa. Ha. Başta kardeşime rahmet etmem. Allah'ın selamından başladı. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hemimizni hakkın hidayetini ayırmasın. Amin. Uslubuna ait güzel ki kardeşimizden çıralık yapıldı. Bir Çekavap oba qilib qilmadi. Bunun Allah razı olsun. Rahmat qarindishim. Kilayli bu savollarning javobiga. Bu yerda bir qism masalalar bor-da, masalan, degan gaplarning ichida birisi seni atrofingdagilar tashlab chiqibdi, anda qilibdi, munda qilibdi. Bu yerda munda palonchi o'g'irlik qilib tutib qolibdi desa, senmi palonchiyada o'g'irlik qilgansan emas. Bu yerda agar shu yerda biz bu yerda Turkiyada vatandoshlik setilayotgan masaladan o'tamiz bu yerda. O Türkiye'deki vatandaşlık setilayotsa dikkatli matrik burasının özü aşağıda bir gumon bor-da, nima deb u ishlarni masalan. Bu shu vatandaşlık to'g'riliq gap qilganmi, satganmi, satmaganmi? Ayolga chiqib, o'zlari o'zimizning yaqin verimiz deb televizor dedi bu bir. Ikkinchisi Dolqin Aysa apandim qopib, "Ma imom yaxshi imom demay, imomni yomon deb o'g'irlik jamin yaxmonlar" dedi. Shopir aroqkash kelib, mashinaga pichoq tiqmol dedi. Shopir yaxshi shopir demadi. Ayolga chiqib, İslami profesör kardeşimiz bergenler yemiş şansızlar pulunu verip vatandaşlık ağanın için cimbotasını bulmam dedi. Demek bu gap. Bunu emmeden bilirdi o. Türkiye'deki balanın emmesi bilirdi o. Bu birinci mesele. İkinci mesele. Biz Uygur halkı muşundak tetkiksizliğimizden kapınmalar aziz kardeşler müşkün kaldık. Meni çahmıgan yılan mıncıl yaşasın. Men hep oldum. Başkalar Allah belanı versin ya. Sana bana ne edip koyup bunda oturuşunun özü intihar teksizlik kardeşler. Biz bu yerde vatandaşlık sen ağam olsan mübarek olsun, Gülistan'la kulüp gelsin, hayatını yaşa. Antalya'ya verip sigaranı çekip kahverini içip yaşa. Nimçatırım benimki. Ama ayada vatandaşsızlıksız oturlukta sürünüp ketken Uygurlar var. Yere 2 ayda bir türmeye çıkıp kurulatan Uygurlar var. Onun için Uygur işleydiyse ikameti yok. Yakınlısı çalışma izni yok. Yoklanın davası kılımız biz. Xitay mı kılıvatıdı? Xitay mı davatıdı? Vaymış Uygurlar güllü-gülistanlık yaşavatıdı o da berip yangalıdı sen şanslı uslu oynap жүрген Dabazan'ın aldık Uygurlarını kösetken bilen biz Dabaza'daki Uygurlar uslu oynayan, tansı oynayan Uygurlarga sizler guvalık çıkarıp İstanbul, Hadifan, Konstantin, Vensu dep çıkargan videolarına emas. Bizgi kevatkan uçurlarga da emas. Nemi dep dünya Uygur kurultayını mesela müşerki bina yakınlarına telefon kılıp kuzatmış işini yanlış işini kısılıp da. Bu işler biz mi bilemeyiz. Bu işler bağ bizgi mi kimdi bular. Lekin bu işler yanlış işler kısılıp. Yanlış işler kıldıran kuzat altta yok mu ya da. Bunda iş yok. Üçüncüsü Türkçe'yi nimde tercüme kıldım.
En korkudan müşkelmiş lan oçu. Hmm. Şu an Türkçe'de terdim kıldım. Ben dedim wow körük kinosuda bombani ağıydıgan yak partlatish kerak ama tushirdigan yerda. Çünkü bular Uyg'urlarni nomus qilmaydi ekan. Bular nomus qilmaydi ekan. Arslan sening kasbing nima? Nemish qanday baqsan sen? Men muallim shu, men ailemden uzak yaşab boshqa davlatda muallimchilik qilmoqchiman. Hazrat Abu Bakr tijoratchi. Hammasi bir vaqtlarda qo'yib beqib, shundoq bir kasbi bor, tijorat qilib, Suriyaga berib, Shomdan mol kelib setib, shundoq qilgan odamlar. Hazrat Osmonmi tijoratchi, Payg'ambar alayhisalom Muhammad sallallohu alayhi vasallammi tijoratchi. Sening vazifang o'qituvchi. Mening vazifam men tijoratchi. Men ishlab halol amgitlikdan pul topman. Nuriy Turkal apandim advokatlik pul topadi. Bu dernekçiler nima qilib pul topadi? Kasblar nima? Yağaççımı, tömürçümü, şamalçımı, borancımı, qanday pul tepasizlar. Hammaning altida üstüde bir muç o'ylarlar, bir muç mashinalar bor ekan, xalqqa hisobini beralamsizlar. O'zinglarningki amilkinglarga tayinib, o'zinglarning o'qigan biliminglarga tayinib, shu narsani ola oldinglarmi? Bunday gaplar bor bu yerda. Bu yerda sizlar Uyg'urlardan nomus zarra qadar nomus qilmaydi ekansizlar. Nomus qilgan bo'lsanglar, bunchalar zulm qilmaytinglar Uyg'urlarga. Nomus qilgan bo'lsanglar, faqatlam sizlar yaloqchilik qilib qilganlarga vatandoshlikni bag'izib, qolganlarni chetga qo'ymaytinglar. Sizlar nomus qilish yo'q ekan. Shu bu yerda mush ishning muhatobi bo'lgan kim o? Sizlarga bu kishini kim berdi? Sizlarga bu kishini Turkiya Cumhuriyeti berdi. Demak, biz dardimizni Turkiya Cumhuriyetiga anlatishimiz kerak. Sizlar mushuni tilg'an sira, sizlar mushunda shu chapanni yapmaydi deb qilgan sira, urushgan sira, men buni Turkiya hukumatiga emas, buni Sulaymon Soylu efendimga men o'zim xat yozaman. Aya görüp Amerika konsulxonasiga borma, Turkiya konsulxonasi ular bilan ko'rishma. Bir muncha muxbirlar bilan ko'rishyapman. Voy texi turkchilar emas, inglizcha, germanchaga yer sharida botilning hammasi tarjima qilizma. Chunki Uyg'urlarni namoz qilmaysizlar, turklardan qo'rqidi ekansizlar. Shunga sizlar shu kishini bergan shular. Shu kishini ilib, layoqati bo'lgan Uyg'urlarga ancha-muncha gap qiladigan odam bo'lishi kerak. Bu yerda qarindoshlarim, men bir gap qilay. Turkiyaning vaziyatini tushunmaydi deb. Turkiyada meni ko'rayotgan bolalar biladi, Turkiyaning vaziyatini tushunamdi. Men Turkiyaning vaziyatini tushunaman. Turkiyada balkim tushunmagan narsam, sizlar kimga parvesizlar, mitda qanday bog'lantilaring bor, buni tushunmaslik mumkin. Ammo asosiy jihatini tushunaman Turkiyaning vaziyatini. Bu gaplarni deb qo'yadi hamda. Arslan, are you there? Ko'ramda mayli yo'q kamola. Nima bir savol bor, lekin bu qilishimiz uzoqroq gap qilaman deydi, ammo ara 3 minut vaqt berimiz-chi. Shunga abaydan yo'qab ketsam shu telefonlayotgan gapimdi. Abay deganda qilishim shu 3 minutning vaqtiga sig'dira olsangiz, alay. Bo'ldi. Amsa alayma savolingiz ne? Mayli. Okay, 3 minut vaqtingizda boshlatdim amsa, juma ma'qul boshlang. Birinchi bob kompyuterning ovozini o'chirdim. Kompyuterning o'chirdim, kompyuterning ovozini. Bo'ldi. Boshlang. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Avvalan mushu qo'zg'atilgan ishga assalomu alaykum. Butun dunyodagi hamshirlarimizga assalomu alaykum. Men Masum, Istanbulda yashayman. Men 2012-yilda men O'rta Osiyoda 15 yil turmush etib qochib keldim. Kelgandan keyin bu qarindoshlar yig'inda pesh o'tgan va men o'z xalqimni ko'gla pek sig'inib ketibdiman. Shuning bilan yo'q baray deb chiqsam meni bog'il qo'ymadi bu ablat degan odam. Bog'il qo'ymayman deb abdizini ishga to'sib medisda ishni o'tib chiqdim. Bu yerdan yataqmi yo'q deb berib yataq oldim. Bu yerdan so'zlasam jarayon to'la. Bu adam shunday bu xizmat qilgan odamlar unda hargiz o'ziga yaqin kelmaydi. O'zining ketmanini kutagan hozir sizlarga qattiq javob berayotgan yangi odam hammasi chapanchi. Haqib odamni Xitoyning fodaxsi, Xitoyning shpion deydi, haqib odam bu gap qilib qo'ymaydi. Shuning o'zidan hozir Uyg'urlik bo'lginchilik sog'an ishmo bu xalqniki faqatlam mush o'zlari buning ichiga patma yegan bijimlar tishib chiqib o'zchanda bu WhatsApp, Facebook'da buni chiqarib o'tdi. Chiqamay o'zi ishini qilgan bo'lsa Uyg'ur xalqi bu parakandchilik yo'q. Biz bu gapni qilmaymiz. 8 yil bo'ldi. Mening bu ishlarimdan Maqsim hajim qadiyatchanning xabari bor.
Moşundani kelgen. Men 5 yıl saklap buldun hiç nimi şunu yardımı yani her şeyini kıldık kımmıdı. Bu ablahatninki zaten bu Uygur halkı vekillik kılgan bir nimisi yok. O zaten istihbarat çıkkesi buldu. Mağribne hiç kadar biz eyıplamayımız. Bu Uygurların merkezi. Bu mağrib ya. Bir adamın anısından, dadısından, acısından yüremez. Uygur halkına kim doğru hizmet çıkılsa şu buludu. Demekçi ben. Tamam. Başka nimimiz yok. Uygur halkına en çok bölgünçilik sağan, hazır bu vehimlik sağan zaten o bile hep isim buldu ne? Şu, o tabii ki acamның sınırının dediğin bir bizimsi yok ki bu. Kur'an-ı Kerim yalnız ablat bilmeydi, edisini bu bizim bilmez. Bu bizim mülk emez bu. Acıstan kağaya sınırsın kağan. Ben hazır 60 yaş küçüğüden bir kızı olsa elip kişi kollap tukan bulayım gideyim. Ben hazır 25 yıl oldu, eşimim yok, yaşayayım. Hazır siz İstanbul'da yaşatımsınız? Ben İstanbul'da Zeytinburun 15. sokak 19. bizden 13.öyde oturum yine elim ersimdise Kozat'na hamısından sorusu bildi. Beni bildi. Beni dünyacık dostlarım var bildi ama biz şu çıkmaydı 60 yaşıydık keriyedik hazır bu alet geldik. Bizden olduğuna narazılık fikrimiz var bunda. Bu Uygur halkına vekili bulamaydı ulan. O hepsine vekili ulan. Aldı bana noç olsa hazır bana kim telefonu çıksa barımız mağrib idaresi barımı kilimiz vekilime ne gidi şuyek barımı. Allahu Ekber. Bu bir inkılap kukan adamla sahip emez ula. Ulu fakat kuskunun hepsinin sahibi anladınız mı? Anlattım bunu dünyanın hem yerine. Buldu kardeşim. Sözlerinizge rahmet vaktiniz toştu. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Yani abay degandek müştaq qarindashlar asta-asta o'tirib chiqyapti. Yani Manda bir gap qilsay, toza gapning lavzi yeri kelgan vaqtida ma tokkislik ketib qoldi uyda. Bir davdan men bir gap o'g'ini anglamay qoldim. Shu asos jihatdan 3 minutda nurg'un o'zining hikoyasi bor o'xshaydi. Shu ba'zi yaxshi geçmişleri bo'lmagan bir qarindoshimiz bor o'xshaydi. Hozir 25 yilni yaqin yashab o'tibdi, kimliksiz deydi hamdi. İstanbul o'zining adresini to'liq berdi shu yerda. Yana bir qarindosh, mavoyliqi abay videoda chiqqan qarindoshimiz bor ekan. Uyg'urlar o'zining nafsi uchun ish qildi deydi. Ular nimligini kavo? Beshini anglamay qoldim. Aleyküm assalam, ada yaxshimisiz? Men xohlasangiz hozir naq maydon bog'lasam bo'ldi. 3 minut vaqtingiz bor. Benim bo'lib ketdi. Alo? Assalomu alaykum. Hozir bog'layman sizni? Bağlamadık. Ma'qul. Bismillah, vaqtingiz hozir. Başında 3 minut vaqtingiz bor. Bismillah. Ma'qul. Tamam. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Kuzat işkanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Hem ekran aldığındaki barlık ekran işlerinki programlarını 200'e yakın adam görüyordu. Hem size salam yollayayım ben. Muşu sizlerge karşı fikir kılıvatkan, sizlerini muş gipinlarga karşı çıkıvatkan kıyırındaşlarımga deymen. 2 yıl gipin ba. Vicdanınlarını sılap yıkıp gep kılınlar kıyırındaşlar. 5 yıl, 4 yılın yakın inan çekkinini çekken bolsanlar, herkes muştaq ekranın aldığı çıkıp malanı nopsuzlaştırmaydılar, malanın gibi karşı çıkmaydılar. Sizler men köygen, men yaşıqanı yaşamadılar. Sizler haksız orunda hiç kanda cinayetler yok, hiç kanda günahlar yok. Sizlerge özünlerin hiç kanda cinayet yokluğunu hiç kim depremmesilerin nemi cinayetler bağlığını depremmeydi. Hiç kim depremmeydi. Sen sakla deydi, saklaysılar. Bu yerde qandaq işler bulduğunu qeyrindaşlar men yaşadım. Men hiç kimni ayıplamayman, hiç qanday teşkilatlarni ayıplamayman. Men akşam keçinin yaqı bir keç uxlumdim qeyrindaşlar. Aziz qeyrindaşlar, çünkü men ekranga chiqaymi, chiqmaymi deb. Çünkü bizning davoyimiz bu bizning bir iqomat, vatandoshlik davosi emasdi. Men shuning 4 yil yaq o'zimni ishini qilib mayli. Meni Türkiye hükümeti haksız yerge solap koymadı. Birisi ikametin bağımı yok mu da biraz akçı kep aldığımı sormadı. Ben bir gün kanunsuz durup bakmadım. Ben şu her vakit Türkiye kanununa raya kılıp yaşavattım ben. Herkes mi Türkiye hükümeti beni haksız yerge solap cezalamaydı da şunçilik hatırcam yaşap geldim tabi gün gece.
Çünkü bu bir kanuni devlet. Hakikaten mi? Ama lekin nurgun kıyırındaşlarımның yatqanlığını haksız yerge muşunda cinayetçi bolup qalğanlığını gördüm, bildim, anladım. Nurgun kıyırındaşlarımız var, menden başka. Ben hiç qanda teşkilatlardan kömeyme. Aziz kıyırındaşlar, ama lekin ben müştaq bir haksızlık uçurdum. Bunu ben Türkçe anlatalaydım. Sizler devatqandek nemişki Kuzat Altay'ını hazır eyiplevatsa, nemişki Türkçe deyse, nemişki onda qılsa. Mening digim bat degeni demedim. Eğerçe mening iqametim hal bo'lmasa, mening vatandaşlığım hal bo'lmasa, mening qizlarimning vatandaşlığı hazır baş urup hemmini tayyor qilib bo'ldi. Men 6 yıl bo'ldi, men baş urishim kerak. Türkiye kanununda 5 yıl bo'lgan adam Türkiye'de hech qanday jinoyat o'tkazmagan adam vatandaşlık baş uralaydı. Birisi vasıta bo'lmasimi, bir teşkilat vasıta bo'lmasimi qilalaydı. Mening qizim qildi. Ammo lekin mening uzun dönemlik iqomatim bo'lmaganligi uchun men qilolmadim. Men bu da'vo uchun hada asli vaqtingiz to'shqanti yana 1 minut vaqt beray, ananikin asli tugatsangiz. Men sal hayajonlanib qoldim. Gapim topolmadim chunki men aram ololmadim. Akşam yoqi o'ylanib bu ekranga chiqmayim deb gapimni topolmayaptim. Men sal hayajonlanib qoldim. To'g'ri tushuninglar. Chunki mening psixikimni buzdirdim shu ishlar to'g'riliq, shu haqchilikdan to'g'riliq. Men teşkilatlarını izledim. Özümün Kayseriye'de ikamet izini başvurganlığımni, eşyadan 3 yıl sakıltıp, red cevabı kelgenliginde İstanbul'dan qaytıp başvurganlığımni hemmini tepsili kırıp dedim. Bana iyi çıkıdığan adam çıkmadı kıyırdaşlar. Mening yaşagan bolsalar, bunu haqchilikqa silamchidim aytdilar. Lekin men bir Kayseri ayol. Mening derdim bu vatandaşlık emas. Ülep kelsem ama şu xalqimning, şu vatanda ülü atqan qiyrindaşlarımның derdini inşallah ülep ketkiçi anlattım. Özümның derdi bir yer qarılıb qalsın. Hazır hem de medialarda çıqqanlarning fikri nurg'unlagan qiyrindaşlarning derdi yig'ilib qolganligi uchun men bu bir haqiqatni o'tirg'a chiqay deblam devatman. Men faqat men demoqchi bo'lganim, sizlarga o'shunda qarishi bir nima bilan yezib sizlarni tillayotganlar vijdonini qo'liga qo'ysin, Allohdan qo'rqsin. Men kechilir qopib Allohga duo qilyapman. Kim mening iqomatimni cheklab qo'ygan bo'lsa, Allohga havola qildim. Ularga insof tilamayman. Alloh dunyo va oxirat xor qilsin. Amin. Başqa narsa demayman. Sizlarga rahmat. Allah işinizni oson qilib bersin. Allohga omonat. Men teşekkür etdim. Men Türkçe mod deyaydim, lekin demedim. Qarindoshlar desam o'zimizningki ahvollarini o'zimiz nayt yaxshi bilamiz. Shuning uchun bir-birimizni onda qiliqi nim qilmayli o'zimizning ilk ko'rikda o'tib oliblam. Sizlar baytin degandek meni chaqmaga yildan 1000 yil yashasin deb ketdivasak bu xorliq bizdan ko'tarilmaydi qarindoshlar. Ma'qul rahmat. Kim kemmavatılsa hayajonlanib qoldim. Ishqonlarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Allohga omonat. Ya'ni qarindoshlar biz naq mushuni da'vatimiz. Alamaydiganlarni qo'pib mening ma'rifatga aloqam yo'q. Men bir tint, men bu shu guvohni bera olayman. Ben beralayman. Mana men ma'rifat jamiyatda appardi, bir tint pul bermadim. Munosabatim normal. Ya'ni tunishimiz ba'zi insonlar balki unda qo'yib normal yani. Har qanday bir da'vo sipida bilishimiz. Ama alalmayotgan. Ko'rdinglarmi? Endi abay qarindoshimiz dedi. Bizning da'vo vatandoshlik da'vosi emas, lekin shu vatandoshlik, shu iqomat bo'lsa, qo'rqmay da'vo qila oladi da'vatimiz. Siz bo'lsanglar, sizlar nimalarni ishinglarni qilaversanlar bo'ladi. Hemşerimizge Allah inşallah iki cihanda, iki dünyada aziz qilsin. Birincisi hem de bana nurgun adamlarla telefonu paranlaşmamam bu yapacak. Deydi ammas muş gaplarni qildi bana. Ammasning ko'nglindan yerim. Bu yerda muş cesaretlen çıkıp çünkü bularning sharri beknim emasmi? Shu tuyuqsizlam adamlar kirib ibamış ikimiz anladık bu gaplarni. 2 oy yo'qolib ketib turmaga kirib o'zini aqlab chiqib bo'lguncha iqomatini qartam bilan urib tatib edib ko'zga sig'magan uyg'urlar bir telefon qilib qo'ysam kirib ekan bu ishlar bor uchun. Endi mushunga o'xshash qarindoshlarimizga meni Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi deb oshning qilib turib olgan. Gunohlar men bu yerga Amerika Uyg'ur birlashmasiga rais bo'lish uchun kelmadim men bu dunyoga. Men Alloh rizosi uchun shu mazlumlarning yerida bo'laman. Yine shu mazlumlar kuchi bayroq unutib ketsin mayli o'zining ishi. Lekin men o'zimga mushu ishni nima qildim endi? Shu dardi bor, mushunga o'xshash
singillarimiz, hadilarimiz, qarindoshlarimiz urilib, so'qilib, surilib yurgan qarindoshlarimiz bor. Bu yerda Turkiyada eng tetiksiz, eng nachar dinni sotadigan sotqinlik bor. Qanday qildi? İçinişli muzikadan birini berdi arkada qaramda, anlasan yig'ilib ketadigan. U muzikada qanday qildi? Efendimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallam ikki tal xomiyati kunda deb ayadan o'zi kishi bishiga $10 bilet setib, $1 million pul tepib, xalqni ikki tal xom bilan shukr qilinglar. Manda tetiksizlik mashina o'zi mush taktikaning o'zi nima desa, sen vatandoshlikni deb keldingmi bu yerga? Vatandagi Uyg'urlar davosini qil. Ey, o'zingninki qonuniy rasmiyatini bajarmay turib, o'zingning ishini o'rlashtirmay turib, sen vatandagi Uyg'urlar uchun qanday kurash qilaysan? Türkiye'de hazır, vatan için köreş kılıman, guvalık verimen, ak kılıman, kök kılıman da tayya tuğan mınlaç Uygur var. Kokap vatandaşlık olmaganlık için. Bir telefon bilen 40 yabancılar şöpsü çıkıp olmuş, iş şuvaya vakit ketken, xotun balları veyran vakit ketken. Aldığı çıkanmaya vatıdı. Ula vatandaşlığı bir berip sizge okşu sitip yemeydi o bula. Bula onu işletip vatandaşlığı boğandan keyin, turmuş hatırcan boğandan keyin, özünün işini serencanlaştırıp algandan keyin vatan için aram xuda atnalaydı. Mesela, mening Xudoyim saqlasin, Tudaxonning uyiga o't kelsa, Tudaxon berib oldim qisat urush qotgan uyni o'ylamdi, o'tni o'ylamdi, urushni o'ylamdi. Albatta oldim qisat o'ylanmaydi, o'zining xotin bolalarini o'ylaydi bu yerda. Shunga bu yerda oyat bir tarafdan xalqni qo'rqitib, yana bir tarafdan bu yerda diniy va milliy hissiyotini manipulat qilib o'tiradi, bala ahmoq qilib o'tiradi. Voy siz vatandoshni deb keldingizmi bu yerga? Albatta vatandoshni deb keldim, chunki vatandoshlik mening ostimdagi ot vatan uchun chopadigan. Shunga vatandoshlik lazım bana deb deyilash kerak. Men deyman, bizning vatanimizni kichik vaqtimizda aytay, xotin kishida qilib qilma deb. Xotin kishida Uyg'urlar xotin kishida qilib qilish kerak. Mushkamkagacha onam ochamdan chiqqandan ichida xotin kishicha. Xotin kishi haqli gap qilgandan ichida xotin kishicha. Meclisni mushlab Uyg'urlar uchun kurash qilgandan ichida xotin kishicha. Hamma xotin kishida qilib qilish, men xotin kishida qilib qilaman. Biz davlat qurib qolsak, yer sharida bütün dünyaya, o hanım kızlara hürmet kılışlar, biz bütün dünyaya uygun oluşumuz gerek. Mana bu şunda kadrimizdeki nimesi tüpeyildin, cesaret tüpeyildin. Şu zaten inkaslardı mı? Nurgun haklı yazamaydı da mesela şu günde mademizde küratın ki Nurgun Uygurlar yazamaydı. Appoğanlar, bu mallık kıvatkanlar yemiş için. Bunlar korkmayı da diyalaydı da bana. Peki bazıları var yani bu haksızlarsın. Boğaşıklarımız müşkün kalkan neyse yani boş ver. Evet. Müşahede akılıştıramdık ya kanına başka tim var mı bir yerde? Bir sual varken bir sizaptı ama Aykün'ü alıp bir makale yazgan beni tırlap. Kuzat beni bozak oldu. Amerika'daki ben Max telefon kısam benim vatandaşım alanlığı 8 yıl oldu, 6 yıl oldu da makale yazma. Şunu olan bula altın tipağa koşup taraftan kuzatmağına müşnakıttı da müşnak oldu. Ahvalmında bu kız onun makalesi deyişçe 6 yılın yağızı alanmaptı. Anındaki ben vatandaşlık verime deptimenmiş. Anındaki bana telefon kıttımış. Meniki kolasını işletken kız olarak. O kız olarak kopup, boğulup kopup da. Saklaştığı başka çarınız yok deptimiş. Şundan kuzat, benim vatandaşlığım mümkün var. Yine Türkiye'dekilerden yapılışıydı. Ben Max telefon kısam ben bilen karım mı de, şikayetleri cevap verdi. Dep manda yapma makalını yüzüydü de. Ama aşınaşıdan bir zahirkandilik, bir hücum kılıp nimesi var mıdır? Nimesi var. Birincisi bende telefon numarı var. İkincisi benim mektebimde okuyatan kızlar var. 5 Uygur var mektebimde. Şu bu aşıdan hemmesiga nimka olaydı. Bana mı xat yazılaydı ki bana xat yazılaydı. Böyle bir mesele bunda. Biz yığın açtık Uygur Amerika Birleşmesi'de. Yığında bizim kolasımızı işletken Amerikalık bala dedi. Kuzat bek aldıra şu kitap var. Muşu vatandaşlık doğruluk, muşu green asylum siyasi kanat legenda doğruluk. Bir muç xat kitap vardı mı? Bunu yetişemem atıma. Digente, ben dedim de prema. Arslan. Qara, bunda iş qara. Bu balığa mesela Amerika'daki bir insanın maaşıga Türkiye'de 100 adam işletildi. Hata düşünmenler arkadaşlar. Amerika'daki bir adamın maaşıga Türkiye'de 100 adam işletildi. Ama adam birincisi kabiliyetlik, ikincisi kılıdı, üçüncüsü Amerikalık, dördüncüsü Uygurlar kılanmagan nurgun işlerini kılıvatıdı. Bu yerda benim vaktim yetişmedi degende ben kopup bunu mında dedim. Ey aziz qarindoshlar, bana degan gapim xato bo'lsa, yuzimga tukuringlar. Ben bana mında dedim. Amerika'da bir mi Uygur'nunki bexatarligi nima emas. Biz turmakka ketadigan, Xitoyga qaytiradigan, Tojikiston orqali Xitoyga qaytiradigan Amerika'da bir mi Uyg'ur yo'q bunda. Amerika davlati bizga sahip chiqyapti. Bu yerda paravollik xizmatlari bor bu yerda,
hech kim o'ylab qolmaydi, hech kim bo'lmaydi, bu yerda bu bir. Ikkinchisi, Amerikada nurg'un yillar vaqtni o'tkazayotgan bu qizg'ondimadan nurg'un insonlar bor. Vatanda vaziyat yaxshilansa, qaytib ketamiz deb siyosiy falan tilmay, vaqtni o'tkazib o'tib, anondan keyin hozir qaytamaslik ko'zayotgandan keyin siyosiy falan tilgan uyg'urlar bor. Ana bularni men nima gunohim bular qilsin, natijada ya sen Xitoydan umid kutib yetibsan, men qanday xabarmandim. Ama ulu qo'limizdan kelish qilyapmiz. Immigrationga Amerikaninki ko'chmanlar idorasi xat yozyapmiz. Bularni o'ziniki millat vakillari bilan bog'lab qo'yib, shu millat vakillaridan xat beryapmiz. Qo'limizdan kelish qilyapmiz. Ammo men maksimumda dedim. Agar vatandagi Uyg'urning ishi bilan Amerikadagi Uyg'urning ishi do'qurishib qolsa, vaqtim yetmasa, avval vatandagi Uyg'urning ishini qil dedim. To'g'rimi xatomi bu? Bu buyruqni men berdim unga. Desam ma'qul dedi. Ma'qul deb, ma'qul bo'lib xat yozgan vaqtida yetishmayapti. Shuning bilan ish kelib javobimni oyaga chiqib, meni tillab istida. Bu qizni men 100 kere 100'da o'qitayotgan. 100 kere 100'ga nima deb bilmaydiganlar bo'lsa, men 2 yil burun Amerikadagi IT maaşı, ya'ni mush ishlatganlarning maaşı 100 ming dollar. 100 Uyg'urni yerlashtirsak IT'ga o'qitib, 100 ming dollarlik maaş olsa, 100 Uyg'ur ish topsa, 10 million dollar Uyg'urlarga milliy daromad shaklida ekan, 10%ni mormonlarga bersa, 1 million dollar Uyg'urlarning davosiga pul kirdi ekan deb shu niyat bilan Uyg'urlarni ekan o'qitdim. Hozirga qadar 70 dan ortiq Uyg'ur bola pul topdi. 7 million dollar degan gap Uyg'urlarga yillik Amerikadagi Uyg'urlarga kirmi? Bu Kanadadagi Uyg'urlarni qo'shimliq ekan. Kanadada Uyg'urlar bor o'qitayotgan, Yevropada hozir o'qiyotgan bolalar bor. Mushta ishlarda bu hamda. Bu yerda bu o'qishni bekorlik qilmayman. Chunki bekorlik bersangiz o'qimaydi xalqlar. Juz'iy u yerda bir nimasi bor. Xalqlardan 16 ming dollar pul olamiz bu yerda. 11 mingdan 16 minggacha. Ammo bizning Uyg'urlarga intayin az, eliqi bermagan bilan berganning oralig'ida bir baho qo'ydik. Chunki pulni bergandan keyin o'qiydigan, bermasa o'qimaydi ekan. Shuning uchun beranmaganlarga bermasang bo'ldi deb o'qitaman. Beranmaganlarga bermasang bo'ldi deb o'qitaman. Tushunammi? Ana bularni tayyor o'qityapmiz bu yerda. Bular ish deb qotdi. Ana oyoqdan biz yordam qilgan odamlar oyoqdan qora chaplab menga, sen Uyg'urlarga vatandoshlik qilib berma dedim. Men Uyg'urlarga vatandoshlik qilib bermadim dedim. Turkiyadan 20 yaqin bola keldi. Bir o'g'illarga bir qizlarga uy tutib berdim. Ularning advokatlarining pulini to'lab berdim. O'zimning haloldan ishlab topgan pulimga to'lab vatandoshlikni emas, mush intervyular o'tkazib green cardni olib berdim. Amerika tarixida bo'lgan ish emas bu. Men o'zimning halol topgan pulga qildim buni. Xohlasam aniq qilaman, xohlasam ma'ni qilaman. Masalan shu endi. Bu yerda hargiz bu Amerikada Uyg'urlarniki ishini tashlab qo'yganlik emas, vatandagi Uyg'urlarning ishini qildirib dedim. Shunga u qizlarga pulini qaytarib berib, madam sen osh to'rda mening telefonim bor turib, Uyg'ur o'qituvchining bash turib, ular xat yozmay biroqlam to'rda pochaqning pishdi deb maqola yozgan ekansan, unda yo'q, men bundan nachar odamni o'qitqim yo'q maktabdan deb pulini qaytarib berdim. Tatib oldim maksasini. Bo'lgan ish shu. Va qilgan ishimni yanmayman, to'g'ri ish qildim. O'zingni maqtab ketding debchi. O'zini maqtamagan ikkinchi ahmoq. Sohbetni mishada oxirlashtiramdik ya boshqa savol tushdimi qanday qilmaydi? Biz yozganda ammo tig'i salom yozdi, boshqa gap qilmadi bu yerda. Qanaqa qilmas? Bo'ldi ham, mencha 1 soat bo'lib ketdi, bak uzun bo'lib ketdi, men asta ishimni qilay. Tamam. Hey, yana bir gap kelgan bo'ldik-da. Undan keyin Amerikada ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, 10-oyning 1-kuni Amerikada muddat tish tashvog'i, ashning oldidagi monument hamdaligi Capitol Hill Amerikaning poytaxtida. Shu yerda cho'ng tashkilotlar bilan biz birlashib bir namoyish qilmoqchi. Undan keyin Uyg'ur Amerika birlashmasining ayrim bir nimasi bor, faoliyati bor. Bir 100 mi 200 ko'k inson bormi? Poyezd stansiyada Uyg'urlarning ko'zini bog'lab, oqiga bog'lab, ko'k kiyim Qashqar turmusida bizg'ilib, shu narsani bosqib keldik. Uyg'urlar shu yerda yuzlarcha Uyg'urni ashunda Qashqarning turmusidan poyezd stansiyasi qilganda shu ishni qilmoqchi endi-ku. Ashlar namoyish qilmoqchi. Anadagi o'zamning nutqi bo'ldi u yerda. Amerikalik qarindoshlarimizninki o'zamlarning urtuqqanlarining rasmini cho'ng bostirib akilib, shu yerda agar kelishinlarni umid qilamiz, u chaponlarni kiyib, shu nimalarni, jildlarni hammamiz qator o'tirib o'shada namoyish qilmoqchi. Andan keyin biz bu yerda nima qildik? Mashina to'xtatish maydonidan deyishyapmiz. Kelganlarga ayrim mashina to'xtatish maydonining adresini beramiz, chunki nimada mashina to'xtatish yeri tekshirib tas emasmi? Mashinasini to'xtatib ham avarolmay Uyg'ur islom to'xtaydi o'sha yerda. Andan keyin oyoq berib, shu namoyish qatnashib bersa, inshaalloh intayin cho'ng ahamiyatlik va bizningki namoyishning o'zida emas, shu namoyishda film ishlab biz butun dunyoga tarqatmoqchi. Shunga Amerikadagi qarindoshlarimizning qo'llab-quvvatlab berishini umid qilamiz. Minglar rahmat.
Ben başta degandek ko'ranmay, mush chidayanmay, mushlar ajab mendan yaxshi ish qilib ketdi, voy mushlar mendan oldimga chiqib ketdi deb qilgan bo'lsam, Alloh mening jazoimni bersin. Men ash Turkiyadagi mush sonimizga o'xshash yig'layotgan, nini odamlar bor, qo'rqib gapirmayotgan. Shular uchun davatman bu gapni. Buldu sana rahmet, qimmatli vaqtingni chiqarib, balki mush jarayonda $1 million yo'qolib ketdi, mush vaqtingni ayirib hozir. Boshqa ishlar olish. Neyse, chaqchaq qo'ydim. Qarindoshlar ketilmaganga rahmat, qo'llaganlarga rahmat, qo'llamaganlarga rahmat. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.